Xo'p, assalomu alaykum. Chorva savdo YouTube kanalining aziz obunachilari hamda bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari, chorva ishqibozlari. Bugun hafta kuniga seshanba 2025-yil. Xo'p, 9-dekabr biz bugun Namangan viloyati Namangan tumani Tepao'rg'on qishlog'ida Jamshidbek yangi obunachimizni xonadonlariga kelganmiz. Boshlangan kunlaring xayrli va barokatli bo'lsin deya hurmatli obunachilar. Biz video syomkalarimizni boshladik. Marhamat, tomosha qiling, like, podpiska, podelitsiya qilish eslaringizdan chiqmasa hurmatli obunachilar, kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolsa bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Video yoqsa bittadan like tugmasini bosib qo'yinglar. Bugungi video obzorimiz o'ta zo'r bo'ladi. Hurmatli obunachilar, kechki dasturimizga qo'chqor sovliqlarda haqiqiy zo'ridan, qoni toza liniyaliklardan bugun ko'rsatib boramiz. Xudo xolisa yo'llaringga bir piladan choy damlab oling, xotirjam joylashib olinglar. Bugungi haqiqatan videomiz eksklyuziv bo'ladi. Jamshidbek ukamizdan xudo xolisa bularning ma'lumotini beramiz. Assalomu alaykum Jamshidbek. Assalomu alaykum, Orifjon. Tinchmisiz? Charchamayapsiz? Mazangiz yaxshimi Jamshidbek? Tinchmisiz? Xudo xolisa? Ha, rahmat. Boshimiz ham uzoq bo'lib ketdi. Ha, endi bizni bilasiz-ku. Xo'p, xudo xolisa Jamshidbek bugungi haqiqatan videolarimiz eksklyuziv bo'ladi. Dorlari bo'ladi, zo'rlari bo'ladi. Orif aka bittadan like deb olsa, ham deb turing, qo'yolmaydigan odamlar maza qilib tomosha qilsin. Bo'ldi. Kommentariyalar narxlari ham deb turing, sal qimmatroq chiqadi, arzonroq chiqadi. Hamma narsa narxi bilan. To'g'ri. Holatiga qarab hammasini, hurmatli obunachilar, haqiqatan aytganimizdek, lekin haqiqatan narxlari balandroq ham chiqadi, puli yengilroq ham chiqadi. Toza narsa, hammasidan bor. Toza narsa bilasizlar, hurmatli obunachilar, har yerda puli yaxshi bo'ladi, lekin qo'ylarga bir yaxshilab e'tibor berib ko'rasiz. Ular son nechta bular? Jamshidbek birinchi partiyamizda. 13 ta bitta qo'chqori bor ichida. 13 ta. Qo'chqor bilan 14 tami? Qo'chqor bilan 14 ta. Hurmatli obunachilar, qo'chqor bilan 14 ta. Xudo xolisa mana. 13 tasi bitta yurgan Orif aka. Qo'chqori yo'q. Voy, maşallah, qo'chqor qarang. Xudo xolisa 7 ishchilarda muammosi yo'q. 7 ishchilariga 10 kun sinab olishadi. Mana hurmatli obunachilar, 10 kun kafolati bor. Buni ne to'lki obunachilarimizga, bu qo'ylarni hurmatli obunachilar, seleksioner aka-ukalarimizga ham xotirjam tavsiya qilaveramiz. Qo'rqmasdan tavsiya qilaveramiz. Ichida yoshlari qanaqa bo'lardi? Yoshlari qo'zidan 4 tushgacha. Qo'zidan 4 tushgacha. Hurmatli obunachilar, qo'zidan 4 tushgacha. So'z ikki tishi o'ta ko'p ichida. Ushagan qo'yingiz ikki tishi. Bo'ldi, leboy bittasini shunday tortib, shunday ko'rsating, so'z isboti bilan bo'lsa, ertaga shtobi siz ham men ham hijolat qilib qo'ymaylik. Mana 2 tish, 4 tish ekan, bo'ldi, 4-siga chiqibdi. 4-siga chiqibdi. Mana. Ko'rsating. 4 tish ekan, ushagan. Ana mana. 2 tish. Voy, maşallah. 2 tish 4 tish, ortga 2 tish 4 tish. Xudo xolisa, ichida 6 tasi ham yo'q, ha? Mana hurmatli obunachilar, ichida qo'zi. O'zi tulaydigan variant. qaysi? Mana qo'zimi? Voy, maşallah. Mana sog'liqqa bir garbonoslariga, kallaklariga hamma yo'g'iga bir e'tibor berib ko'ring. Hurmatli obunachilar, rangi ham Novvat rang. Bitta qo'chqorni buyurgan xudo xolisa zo'rini qo'shsa, ko'tidan tushgan bolasi dollarlik bo'ladi. Xudo xolisa. Jamshidbek bularda hammasi xudo xolisa bo'g'oz. Hammasi naq bo'g'oz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar, hammasi naq bo'g'oz. Mana shunday toza qo'shib sog'liq qidirilgan aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Qo'ylarda xudo xolisa mana tishini ko'rsatay. Voy, maşallah. Kallasini ko'rib, buni 8 tish deydi-da. Orqasini ham bitta ko'raylik, orqani keyin kalla. Voy, maşallah, modumbani qarang. Oyoqlari baquvvat. Orqa boshqa dunyo, mana kalla boshqa dunyo, Orif aka. Bo'ldi. Mana yoshini ham bir ko'rib qo'y. Yoshini ko'rsating. Voy, maşallah, 4 tishmi? Ha, buni ko'rgan odam 8 tish deydi bu qo'ydi. To'g'ri, mana hurmatli obunachilar, qo'yga bir yaxshilab e'tibor berib ko'ring mana. Ya'ni bo'g'oz qisirligini ham aylantiring chichichi. Bo'g'oz qo'y. Voy, shunaqa ekan, hurmatli obunachilar, o'sha naqd. Xudo xolisa, yangi yildan keyin ekan-a? Yangi yildan keyin xudo xolisa sizlarga bola beradi. Orif aka buni o'zini so'rang, obunachilaringizga aka buni katta aytdim men. 1,5 ming, 2 ming deyapman. Xo'p. $1000 bo'lsa beraman aka. Bitta o'zini. Bitta o'zini. Hozir optim narxda qo'ysak, optim narxi ichida bu ham ketadi. Ketadi bu ham aka. Bunaqasidan seyrab qo'ydi ichida. Bo'ldi, hurmatli obunachilar. Ash yungi to'kilgan ham qo'zi varianti ham juda zo'r ekan, buni qarang. Qo'ylarda ichida ayblaydigani yo'q. Hammasi zo'r, zoti yaxshi. Xudo xolisa, ne to'lka aytganimdek obunachilarimizga, seleksioner aka-ukalarimizga ham xotirjam tavsiya qilaveramiz. Mana yuzlariga bir e'tibor berib ko'ring. Hammasi oq yuz, hammasi orqa boshi kelishgan, tikka dumba, ichida solpi dumba, xunuk dumbasi yo'q. Kerak bo'lsa razrezlari ham bor mana. Buni sog'liqlarga bir e'tibor berib ko'ring, hurmatli obunachilar. Buni maqtovganimizni asosiy qiziqtiradigan joyi Jamshidbek, buni narxi. Narxini
kelishtirib qo'ysangiz, endi qo'yni holatiga qarab arzon qo'ying demayman, lekin qo'yni holatiga qarab qo'ysangiz yaxshi Aka bo'ladi. bularga bitta narx aytaman. Bizi kanalda bunday savdolashilmaydi, oxirgi narxini qo'yaverasiz. Yo, men aka han deb turing. 13 ta, 14 ta qo'chqari bilan birga oldim degan obunachingizga han deb turing. Bir joyda oxirgi taqalgan narxi 8 million 500 ming so'mdan aka. 8,5 million so'mdan 8,5 million so'mdan aka. eshiklarni kirib boradi. Dastlabki xizmat qayerga deydi? Toshkentga doğru aka. Toshkentga deydi. Hey, Hurmatli obunachilar. Toshkentgacha emas, Samarqandgacha yetkazib beraman. Hammasini oldim degan obunachi. Voy mashalloh, mana hurmatli Obun qo'y obunachilar. puliga arziydi. Puliga arziydi, hurmatli obunachilar. Xo'p, 8,5 million so'mdan eshingiz kirib boradi, xudo xolisa. Ey, hammasini odamga sunnatiga xayr qilib berasiz, Jamshidbek. O'tib beraman aka. Bo'ldi, mana. Olmos tashlab beraman. Bo'ldi, Aytganim bo'lmasin. Ammo ichidagi eng kichkina qo'ydan narxini qo'yib berdim Orif aka. Bo'ldi. Xo'p. Bozorga bu qo'yda ham deb turing, obunachilar. Bozorga solishtirmasin. Bozorga bunaqa qo'y chiqsa ham tepasida 6 ta savdogar turadi aka. To'g'ri. Qo'chqorni o'zini nima qilamiz? Qo'chqorni o'zini aka 11 millionga beraman. Uni aka 11 million Qo'chqorni ham so'm. hamma joyda kelgan. Ikki tish qo'chqor. Ikki tish. Mana hurmatli obunachilar, Qo'chqorni o'zi 11 million so'm. Xo'p, bitta 1000 dollarlik qo'ylarni ko'rsatdilar. Hozir 2 dona bo'ldi, puli baland. Hali buni ichida sirop, to'g'risini aytadigan bo'lsam, meni o'ta seroq aka. Mana. Mana shu qo'ygan yashil qo'yapti. Sal kattaroq o'xshab turibdi degan mana ochamiz 4 tish aka. 4 tish. 4 tish. Voy mashalloh. 4 tish, 2 tish qo'zi. Bular xudo xolisa, Jamshidbek hammasi Qirg'izistondan keltirilgan. Qirg'izistondan Mana, keltirilgan Qirg'iziston. yaxshi summalarga kelgan aka qo'ydi. Bo'ldi mana. Hurmatli obunachilar, bir joyga oladigan odam xudo xolisa yutkazmaydi. Nimagaki hammasi zo'r, qoni toza, xudo xolisa buni qo'rqmasdan seleksioner aka-ukalarimizga xotirjam tavsiya qilaveramiz. Sababi nimaki? Borib aka bunday narsada video narxi baland ekan deyishmasin. Bu eng balandi. An deb turing. O'ta yo'lida qilib beraman. Bundan katta sariq qo'ylarman bor. Ular zot toza deyman Borib aka. Bulardan ancha yo'lida qilib beraman. 2 million arzonroq qo'yib beraman. Lekin bularni zot tozaligi uchun mana hurmatli obunachilar, mana shu qo'yni qo'zi deyaptilar. Mana shuni o'shancha mana shuni qo'zi dedingiz o'zingiz. Yungi to'kilyapti turgan dedingiz. Mana o'zi elita variantda mana Borib aka tozasini uchun mana o'zi to'kilyapti shuni. Mana Mashalloh. Voy mashalloh. O'zi hardorlar keldi, mana yerda sotiladi o'zi. Hojiboy hardorlar, ha? Mana Hojiboy qayerdan keldingiz Hojiboy? Beshariqdan. Mana hurmatli obunachilar, Beshariqdan o'zi hardori naqd. Xudo xolisa, ikkita uchtasiga hardor bo'liblar, ishlari bitadi. Xudo xolisa, Jamshidbek Hojiboy ishini bitirasiz, ha? Hojibon ishini bitirib beraman, 100 ga 100 bitirib beraman. Hurmatli obunachilar, mana shunday toza qo'chqor sog'lik kerak bo'lsa, kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolisa narx-navolarini kelishtirib beriladi. 8,5 million so'mdan sunnatiga o'tib beriladi. Hammasini bir joyga olgan odamga, 14 tasini olaman degan odamga 8,5 million so'mdan xayr qilib beradi. Orif aka, bunday narsa kelib turib mana, qo'limga tars aytib o't desa o'taman aka. Men aytgan pulimga Alloh sotaman. barakasini bersin. Hurmatli obunachilar, mana o'tib beradigan joyi bor, shoshilaverasizlar, xudo xolsa. Biz keyingi partiyamizni ko'rsatamiz. Ketdik. Hurmatli obunachilar, bu ikkinchi partiyamizga ham xudo xolisa haqiqiy sog'liq, haqiqiy bo'g'oz variantini zo'rlaridan yetib ketishimiz ekanimizga. Buni qarang, bir sog'liqlarga yaxshilab e'tibor berib ko'ring, haqiqiy idealidan. Bunaqa noyoblari to'g'risini aytsam, kamdan kam bo'ladi. Bir sog'liqlarni, bularni Jamshidbek yoshi qanaqa bulardi? Yoshi Orifjon aka bularga 4 tish, Xo'p. 6 tish. 8 tasi yo'q ichida xudo Sakkiztaligi xolisa. yo'q. Qo'chqor ham bor ekan ichida bir dona. Soni nechta buni? Soni qo'chqor bilan 10 ta aka. Qo'chqor bilan 10 ta mana. Bir pachka qo'chqor bilan. Qo'chqor bilan 10 ta. Bir e'tibor berib ko'ring, mana bunaqa ichida oq yuzlik afg'on poroda. Bu arasham bilan afg'on chachishgani ekan bunisi. Bu qarang. Ana shunisini eminni yoshi qanaqa? Qaysi biri? Mana shu afg'onga chachishgan. Afg'on 2 tish bo'lsa kerak. 2 tishimi? Mana. Ana shuni bitta ushlangchi, ana shu oq yuzlikni. Ana shu qo'yizga ishqiboz oldim. Haqiqiy go'zal ekan bu qarang. Voy mashalloh. Bo'ldi. O'taversin, bitta o'taversin, ko'rinadi videoga. Xotirjam ko'rib olishyapti aka. Xudo xolisa. Bozorda narxi Любой joyda narxni solishtirib olib aka, oxiri meni oldimga kelishsin. Bo'ldi. Любой joyga solishtirib olishaveradi, xudo xolisa. Bo'ybaslarni nechaga beramiz buni? Bo'ybas 85 plus aka. 85 plus minus do'raylik. Ha? Чтобы Shuni ertaga. ko'rsatlarim chashin. Ashuni tishini ko'raylik-chi, Mahmud aka. Voy, 4 tish ekan. Voy, mashalloh. Marjon. Mana hurmatli obunachilar, videomizni ko'p cho'zmaymiz. Jamshidbek, ha deng. Uni dangal bo'ladigan narxini aytavering. Dangal bo'ladigan narxi Gapiring. 7 milliondan. Yo, Jamshidbek. Siz hozir video boshida aytdingizki, nari partiyani qo'yib turganda 2 million so'mdan arzon chiqaraman dedingiz. Gapimiz mana 100 mingdan emas, 300 mingdan o'tdim boshida. 6 million 700 ming. 6 million 700 mingdan. Savdolashadigan qo'yasiz. Bitta gapiraman meni. 6,5 million so'mdan bir joyga.
Unda kam bo'lib ketadi Arif aka. 200 ming so'mdan so'rayapti aytgan narxingizdan Jamshidbek. Sizdan oshiqcha pul so'raganim yo'q. Bo'ldi, bittadan like bosib, otangga rahmat deb komment yozib bosishmang. 6,5 million. Alloh barakasini bersin. Hurmatli obunachi. Qo'chqar narxda mana aka, qo'chqar. Qo'chqar ham ketmaydimi o'shaning ichiga? Qo'chqar narxda ketmaydi Arif aka. Qo'chqarni o'zini nechi pulga beramiz? Qo'chqarni o'zini ham deb turing. Ishqibozi bo'lgan odamga 1000 dollarga beramiz Arif aka, mana ko'rsatib qo'ying bag'ini ham. Mana shu. Voy mashalloh. Ikki Ishga ish. garbonuslarni qarang, garbonuslarni. Hamma joyda Quloq joylashuvlari Number ham. azizlariga ham qarang aka. Minbar azizini qarang. Voy Ortiq mashalloh. Oyoq aytmadim, 1000 kengliklar. dollar o'tib ham beraman. 1000 dollarga xayr qilib berasiz. Ha, o'tib Bular beraman. dastlabki xizmat qayerga davr? Ular dastlabki xizmat Toshkentga davr. Toshkentga davr. Toshkentga davr dastlabki xizmati bor. Yo'qsa hurmatli obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Mana sog'liq qidirib yurgan aka-ukalarimizga Xo'p, hurmatli obunachilar, mana endi pagodada ham xudo xohlasa sizlar uchun xizmatdamiz. Sizlar bittadan like ayamasdan bosib turinglar, hurmatli obunachilar. 6,5 million so'mdan 9 tasini bir joyga bo'lsa, qo'chqarning narxi 1000 dollar. Xudo xohlasa kelishasalang, hammasini bir joyga olaman degan aka-ukalarimizga xudo xohlasa qo'chqarning narxini yana ham tushib ham beradilar. Hurmatli obunachilar, mana bir e'tibor berib ko'ring. Hammasi ideal holatda, xudo xohlasa. Hammasi zo'r. Sog'liqlar yaxshi aloqa qilsalaring, xudo xohlasa ishlaring bitadi. Lokatsiyani qo'rqmasdan tashlab berilaveradi, shoshilaverasizlar. Biz keyingi partiyamizni chiqaramiz. Zot yo'nalishga mana shunday toza nasldor qo'chqar qidirib yurgan aka-ukalarimizga buyurdan keyin men 1000 dollar, 1,5 ming dollar, 2000 dollarga qo'chqar olmayman. Yoshrog'idan bo'lsa o'zim tarbiyalab qo'chqar qilib olaman deydigan aka-ukalarimizga haqiqiy zoti toza, qoni toza, liniya bormi? Bor liniyasi. Liniyasi bor. Xudo xohlasa toza qonli qo'chqor. Tashlab beraman aka, Bo'ldi mana. Ishqiboziga otasining videolari ham bor. Liniya qanaqa bo'lardi? Mana shu Jamshidbek? liniya. Hop, o'rtadagi. O'rtadagi. Aha. Ikkasini buldozer liniyadan aka. Buldozerdi, mana buldozerni bollaridan xudo xohlasa mana kimga kerak bo'lsa aloqa qilsalaring, ishlaring bitadi. Videosi bor, xudo xohlasa Jamshidbek videosini tashlab beraverasiz. O'ylanmaysizlar, aloqaga chiqasizlar, videosi bor, videosini tashlab beriladi. Bo'ybaslarini nechiga beramiz endi bularni? 85, 80. Hop, 80 plyusga olishaversin. Mana 80 plyus turishim qarang. Ava puliga arziydigan Mashalloh. aka. Bo'ldi. Narxini nima deymiz bular, Jamshidbek? Narxini 1000 dollardan Hey. biz Hey. o'zimni qo'ramdan aka bular. Hop, Bularni 10 milliondan beramiz aka. 10 milliondan. Xayri bormi? Xayri bor. Gapiring, xayri bilan gapiring, xayri bilan. Men savdolasam hozir past so'rab qo'yaman, Jamshidbek. Turkiyasi aka hamda. Bo'ladigan narx. 27 millionga beramiz. 27 million, 9 million so'mdan. Xayrini ham qilib berasiz. Dastlabki xizmati buni Samarqandga da qo'yamiz, Jamshidbek. Ava qo'zi arziydi. Mana hurmatli obunachilar. Hop, 27 million so'm, 9 million so'mdan ichidan tortib olaman, libbo yoqqanini olaman desangiz ham o'sha narxdan ketaveradi, Jamshidbek. Ha? Yo'q, narxdan ketmaydi. Nima demang, Jamshidbek? Unda to'g'ri kelmaydi. Mana o'zi bormi, mana o'zi. Hı. Buni o'zi bo'lsa, Jullikdi. junlikdi. Hı. O'zi 10 million. 10 million so'm. Nariga 10 million so'm. Bu ikkinchidagi. Mana eng kichkinasini o'sha narxga beraman. 9 million so'm. Demak, uchovini bir joyga olgan odam yutar ekan-da. Uchovini bir joyga olgan odam ancha yutadi aka. Chunki endi optim olgan odamga xayri bilan aka. Bo'ldi. 20 ta 30 ta bor sog'lig'i bor odam qo'rqmay olib borsin. Ertaga bu narx tavib bo'lmaydi Ertaga bu lekin. narxga topolmaydi bu qo'yni. To'g'ri. Hurmatli obunachilar, hozirdan ozginadan yemini berib tarbiyalab turasiz. Ertaga bu narxga tavib bo'lmaydi rostdan ham, lekin hammasini. Qo'ramda turgan narsa Arif aka ham deb turib. Aha. Buni sotilmasa yana boqishda davom etamiz. Bunga faqat pul qo'shiladi. Oppa to'g'ri. Ertaga lekin zot sezonda bu qo'ylarni 1000 dollardan sotib bo'lmaydi-da, to'g'ri. To'g'rimi? Hurmatli obunachilar, rost haqiqat gap bu. Nimaki hozir sizlarga to'g'risini aytsam, bunaqa zot toza sog'liqlarda olgan aka-ukalarimiz juda ko'p. Lekin bunaqa narxdan ertaga bu qo'chqorlar tovib bo'lmaydi. Bu yegan sari o'sib boraveradi, tayyor bo'lib boraveradi. Sovutay demaysiz, ozginadan yemini berib tursangiz, o'z siz qo'yga qo'shguningizga sovib tayyor bo'lib qoladi. Hurmatli obunachilar. Ikkovi ham deb turing. Mayda qo'zisi. May, mana oldindagilar, ha? Oldindagi kunlik aprelda qo'zisi aka. Mana, hurmatli obunachilar, aprel, mayski mana. Xudo xolisa kimga yoqsa aloqa ochsalaring, ishlaring bitadi. Yana bormi Jamshidbek? Yana qo'shsaydi. Ha, endi hozir yomg'ir yog'yapti, videoga chiqarmay qo'raylik. 4 milliondan qo'z mashi bo'ybasdagi 4 milliondan qo'z chiqarim bor 20 ta. Bo'ldi. Videoga chiqarganman, telefon qilib Uni tashlab ber desa. tashlab ber deysiz, tashlab beraverasiz. O'zingizdan ko'rib turibsiz. Bo'ldi. Hurmatli obunachilar,
Qo'y bilan qo'yni farqi bo'ladi. Farqi qayerda desangiz, zotida bo'ladi, hurmatli obunachilar. Xudo xolsa kimga yoqsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like, podpiska, podelitsiya qilishga eslaringdan chiqmasin. Kanalimizda yangi bo'lsalaring obuna bo'lib qo'yasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlab tursalaring, xudo xolsa chiroyli video syomkalarni qilib sizlarga ko'rsatib borishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Jamshidbek, sizni bozoringizni bersin, uka, sog' bo'ling. Rahmat aka.